O'lcham qo'yish qoidalari mavzusida berilgan variantlar alohida chizilsa ham, bularni jamlab A4 formatga komponovka qilish ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Bunda har bir talaba uchun 6 tadan variant berilgan. Har bir talaba varianti ko'rsatilgan tartibda chizib, o'lchamlarini qo'yib, agar kimdadir masshtabga qo'yib ishlanadigan bo'lsa, uni belgilari bilan to'liq ishlash shart. Chiziqlarga ham amal qilinglar birdan hammasiga. Nimaiki buyursa. Bundan keyin alohida chizilgan variantlarni bir joyga jamlash uchun umumiy belgilaymiz. Tepa tomoniga yoki pastki tarafga kursorni qo'yib olib, sichqonchaning chap tugmasini bir marta bosib, to'liq shu variantni bittasi ko'k rangga o'tguncha belgilaymiz va o'tgandan keyin ichiga chap tugmani yana bir marta bosamiz, umumiy belgilaydi va izminitda perinesti buyrug'i bor. Agar kimdadir ekranda bo'ladigan bo'lsa, mana tahrirlash panelida ham perinesti bor. Men ekran bilan ishlashga ko'proq foydalanaman. Agar bu yerdan bu yoq bo'lsa, deyarak izminitni ichida perinesti bor va buni e, ma'lum bir burchakni xohlang o'ng tomon, xohlang chap tomon. Endi men buni oldiga olib kelishim kerak, shuning uchun chap tomon qulayroq. Va bir marta burchagidan bosib pastga tortib kelyapman. Rolikni burab, kattartirib, qayerga kerak bo'lsa yaqinlashtirish imkoniyati bor. Parallelligini to'g'irlash uchun bunga bir marta mana olib kelib bosmasdan, shunday o'ziga nisbatan parallel tursam, mana masofalari ko'rindi ma'lum. Va chap tugmani bir marta bosdim. Tepadagi chizma bunga parallel holatda joylashdi. Tagidagi chizmalarni ham xuddi shu ketma-ketlikda bajaramiz. Tepa tomon yoki chap tomondan tepaga, o'ng tomondan tepaga qaratib, yashilni ichiga to'liq kirgandan keyin bir marta bossak, umumiy buni belgilaydi. Qo'shimcha boshqa narsalar belgilay olmaydi, chunki ularni ham olib ketib qoladi. Va yana perinistini bir marta bosaman. Buni hop, chap tomondan nuqtasini belgilab, tepaga bir bosmayman, faqat bir ko'rinish uchun tekkizib, pastga parallel tortsam, shunga nisbatan to'g'ri joylashayotganligini ko'rishimiz mumkin. Va bir marta mana bosib joylashtirib oldim. Ikkinchi chizmani ham belgilab, perinesti yordamida olib kelib, uni tagiga parallel joylashish uchun olibdi ketgan va oxirgisi aylanamiz qoldi. Buni ham belgilab, perinesti yordamida uni tagidan olib kelib qo'yamiz. Qo'yishdan oldin mana o'zi ekranda ko'rsatadi. Qayerga joylashishi, komponovkasi qanaqa chiqayotganligini shunga qarab o'lchamini joylashtirib olishingiz mumkin. Mana shu tartibda ketma-ketlikda joylashtirdim. Faqat mana bu sal yaqinroq kelib qoldi. Buni ozroqgina bu tarafga tortib olaman yana. Va shu tartibda joylashtirib bo'lgandan keyin buni avtokartda sifatlarini ko'rib chiqasiz, qanaqa tartibda kelayotganligi va buni A4 formatiga joylashtirish. A4 formatimiz 210 ga 297. Bunda ham chiziq turlariga amal qilingan, e'tibor bering. Ramka chiziqlarini chizganda ham chiziq turlari bor. Mana bular mana 0.80 bir marta bosib 0.80 bilan berilgan. Tashqi formatni o'zi 0.40 ga qo'yilgan. Chiziqlar qolipning o'zida qolyapti. O'lcham qo'yish qoidalari guruh misol uchun logistika bo'lgani uchun logistika 25 guruh. OK deb bosamiz. Ko'rib, qarshiga bo'lib qolgan buni. Meni familiyam to'liq sig'may qoldi. Buni tahrirlash imkoniyatimiz bor. Buni 2,5 ga enter bossak, sig'masa 2 enter bilan joylashadi mana. 2 bilan familiya, ism to'liq joylashdi. Bunda qanaqa variant holatda ishlaydi? Buni endi shunday holatiga perinest qilib olib kelib bo'lmaydi. Mana umumiy belgilab perinesti bilan buni ichiga olib keladigan bo'lsam, mana ko'ring, joylashmaydi. Buni joylashtirishda ketma-ketligini ko'rsatib beraman yana. Tayyorlab olgan A4 formatimiz tayyor holatga kelgandan keyin buni ham umumiy belgilayman bir marta. Tepadan chap tugma bilan bosib, pastga ichkariga ko'kka o'tgandan keyin chap tugmani bir marta bosdim.
va kompyuterdan kitirilsa, ruschasini bosyapman kitirilsada, bu copyright garajga o'tamiz. Copyright o'tgandan keyin pastda list bor, model list. Listga o'tib, bu yerda turgan chizmamizni agar bo'lsa oldindan saqlab qo'ygan, buni delete qilashiyman. Ba'zida mana bu yerdagi nimamiz ko'pchiliklarni nimasida albomli holatda, ya'ni mana bu holatda ochadi. Bunda A4 emas bu. A4 ni albomli holati qolib ketgan bo'ladi. Buni sozlashda ketma-ketligi list ustiga o'ng tugmani bosamiz. Listga o'tgandan keyin dispetcher parametr listni bosib, bunda изменить bosamiz va bunda pastda mana knижный albomli joyi bor. Knижныйga qo'yib OKni bosib olasiz. Sizda list ko'rinishida bo'ladi va boya saqlagan chizmamni format ramkamni Ctrl V orqali вставить qilib olaman. O'sha ekranda hosil bo'lgan listni pastki chap burchagini belgilayman. Bunda chunki yonib ko'rsatmaydi, shuning uchun imkon qadar yaqinlashtirib burchagiga to'g'rilang. Bunda ramka chiziq listga to'g'ri joylashadi. Mana bu holatga keldi. Bu holatga kelgandan keyin biz ekrandagi chizmani bunga joylashtirishimiz kerak. Buning uchun bizda men ekranimga chiqarib olganman, videoviy ekran bor. Agar kimdadir bu panel bo'lmasa, xohlagan bir buyruqni ustiga o'ng tugmani bosib, mana bu panel chiqishi mana. O'sha paneldan videoviy ekran bor mana bu joyida. Galochkasi bo'lsa ekranda bo'ladi, bo'lmasa ekranga chiqarib olib ishlash kerak bo'ladi. Videoviy ekrandan Adim videoviy ekranni bir marta bosib, ichki ramkadan burchak shtampni ustigacha, ya'ni diagonal bo'yicha burchak shtampni ustigacha olib kelib belgilayman va mana bu yerda mana chizmani ochdi. Endi buni ichiga o'tish uchun kursorni ichiga qo'yib ikki marta ketma-ket chap tugmani bosamiz va chizma oynasiga o'tadi buyrug'imiz. Bu yerdan biz chizgan chizmani rolikda buragan holatda yaqinlashtiramiz. Ba'zida mana bunday aylanalarni mana 6 burchakka, 8 burchakka bo'lib ko'rsatib qoladi. Bunday holatlarda bit bor. Tepada fayl pravka bit. Bitdan regenerovat vseni bosib yuborsangiz, uni soz holatga qaytaradi. Mana shu holatda komponovkasi joylashdi. Chizmalar o'lcham chiziqlari ko'rinadigan bo'lgandan keyin siz buni PDF holatda saqlaysiz. PDF holatda saqlash uchun pechatga kiramiz fayldan. Bu yerda printer plotter bor. Printerdan bundan nom PDF tanlaymiz. PDF tanlagandan keyin pastda stop pechat bor. Bunda ramkani tanlaymiz. Chunki biz faqatgina o'zimiz chizgan joyi kerak. Tepa o'ng burchak, chap burchakdan diagonal bo'yicha o'ng burchakka tushirdim va formatga joylash, sentrovat qilamiz markazga joylashish uchun. Buni chiqarishdan oldin mana prosmotr qilib ko'rib olish mumkin, qanaqa tartibda chiqib kelyapti chizmamiz. Va eskani bosib bir marta qaytib, OKni bosadigan bo'lsam, hop joy so'raydi рабочий stol. Shuning uchun mavzuga holatiga qarab o'lcham qo'yish qoidalari deylik. O'lcham qo'yish qoidalari. Bugungi ishimiz 23:12 da bo'ldi mana. Islosini qo'ydim, saqlayapman рабочий stolga. Holatda saqlandi. Va chiqib ketib qaraydigan bo'lsalaringiz, ekranda o'lcham 12 mana. Mana shu holatda chizma chiqadi. Bu yerda ko'rinmay qoldi, sababi buni sal o'rtaroqqa tortish kerak edi. Komponovka shu yerda ozgina xato ketgan. Sizlarda bu narsa kuzatilmasin. Bugungi o'lcham qo'yish mavzusiga oid topshiriq shundan iborat.